Eshitishimcha bo'rilar to'dasi ularni sardoriga urilgan zahoti yo'q, tarqalib ketishgan. Jin ursin, bu ketishda harakat qila olmay qolaman. Judayam issiq. Yo xudoyim, bu nima? U nima qildi? Balki uni g'alati joyga tegib ketishgandir. Voy, u ketyapti. Uni ushla. Sal hushyor bo'lsanglar-chi. Devor qulab tushyapti. Tezroq bu yerdan ketish kerak. Nima bo'lganini bilmayman, lekin bu mening imkoniyatim. Nima? Qanday ajoyib manzara. Yaxshiyamki bu ishdan chiqqan issiq buloq bo'ldi. Shunchaki biroz omading keldi. Bunga ishonchim komil. Turbo buva, bu yerda nima qilyapsiz? Meni kamsitma. Seiko bolani manzilini tilga olganida hammasini tushunganman. Bu issiq buloqlar hududi edi. Shuning uchun men yashirincha xaltaga yashirinib kirib oldim. Yana nima deb o'ylaganding? Shunchaki aytsangiz ham bo'lardi-ku. Bino haqida nima deyish mumkin-a? Uni unut, allaqachon ishdan chiqqandi. Hech kim bunga e'tibor ham bermaydi. Jin ursin, nima bo'ldi? Voy la'nati. Voy, bularni kim qildi? Buni sizlar qildinglarmi? Voy, bular Keto oilasidan. Hali ham shu yerdami sizlar? Bu yerdan ketdik. Ular mudofaa xizmatidan. Voy, to'xtang. Senlarga aytdim. Umid qilamanki, bu ahmoqlarni abadiy qamoq jazosiga topshirasiz. Lekin bilasanmi, hammam juda ham yaxshi edi. Siz meni qutqardingiz, rahmat. Ay, seni qutqarmagan bo'lardim, og'zingga qarab gapir. Bu idishdagi kuchlar o'z-o'zidan paydo bo'ldi. Menimcha ham shunday. Barbar Jijini uyini ko'rdingizmi? Nima deb o'ylaysiz, Turbo buva? Men hech narsani ko'rmayapman. Bilasanmi, bu yer yaxshi joy emas. Bu yerga odam qoni juda ham ko'p singib ketgan. Yo xudo, bu nima? Endi nima qilamiz, Okaron? Men ham bilmayman. Yaxshisi, Ayase momo kelishini kutamiz. Menimcha hozir u yerga kirish biroz xavfli. Ayase-san, u qaytdi. Juda yaxshi-da. Momo, bir narsa topdik.
burchakdagi ahmoq oila haqida hech eshitganmisiz? Ular hech qachon salom aytishmaydi. Rostdan ham ular betarbiya. Bu yer bizning hududimiz. Odobni bilmaganlarga saboq berishimiz kerak. Jin, shunchaki o'tirmasdan, gazakdan ham tatib ko'r yoki biror narsa olib kel. Yaxshi. To'g'ri, do'stona bo'lganing ma'qul. Ijara haqqini to'lashing shart emas, chunki men juda ham mehribonman. Xo'p, bo'ladi. Ota-onasi zaif bo'lgan bolalarga juda qiyin. Agar biz bo'lmaganimizda ko'chada qolgan bo'larding va boradigan joying ham bo'lmasdi. To'g'ri, bizdan minnatdor bo'lishing kerak. Chichisan. Ular kim bo'ldi? Bular uy egalari. Ota-onam kasalxonada yotganligi uchun ijara haqqini to'lolmayman. Bu odamlar Kitos uy egalari. Ular tufayli shu yerda qolishim mumkin. Ammo devorni teshib qo'yganimizni bilishsa, agar ular so'rasa, buni bilmayman deb ayt. Hoy, Jin. Nega bizga aytmasdan birdaniga g'oyib bo'lib qolding? Do'stim uyimga kelishini aytdi, shu uchun uni o'zim olib keldim. Xullas shunaqa gaplar. Men ham shunday deb o'ylagandim. Ishonchim komilki, boshqa ruhiy narsalar va odamlarni olib kelmagansan, shunday emasmi? Nima, kimlarni olib kelding? Bu yerda arvohlar mavjud emas. Bizni mulkimiz obro'yiga putur yetkazyapsan. Boshqa arvohlar haqida yolg'on gapirma. Yo'q, uni ruh deb o'yladinglarmi? Men shunchaki boshqa odamlar tomonidan aldandim. Menda ovchilik guvohnomasi bor, buni bilasan, to'g'rimi? Tog'larda baxtsiz hodisalar tez-tez sodir bo'ladi. Misol uchun, agar men cho'chqa ovlayotgan bo'lsam, bilmasdan kimnidir otib qo'yishim ham mumkin. Qo'ysizchi. Litsenziya bo'lsa ham odamlarga qurol tutqazish bu jinoyat hisoblanadi. Salom. Bugun juda ham og'ir kun bo'ldi. Mudofaa odamlari sal qo'sa bizni ushlab bo'lardi. Agar ofitser tisuri bo'lmaganida muammoga duch kelgan bo'lardi. Yaxshiyam siz borsiz. Endi o'zimizga keyingi joy topishimiz kerak. Iltimos, keyingi safar ehtiyot bo'ling. Bo'lmasa oqibati yomon bo'ladi. Bu safar yana nima qildingiz? Xo'sh, onajon, vahima qilmasizchi. Agar Kito oilasidan kimdir hibsga olinsa, bu sanaybind suru. O, Jin, qayerlarda eding? Do'stlarim bilan edim. Yolg'on gapirishni qachon bas qilasan? Men yolg'onchilarni yomon ko'rishimni yaxshi bilasan, ha? Bu yigit kim? U meni yaqin do'stim. Yaqin uyimga keldi. Xo'sh, Jinni eng sevimli futbol jamoasi nima? Agar sen uni yaqin do'sti bo'lsang, buni bilishing kerak. Ana, bilasizmi? Jim bo'l, Jin. Sen uni tanish emassan, to'g'rimi? Agar sen uni yaqin do'sti bo'lganingda, Jin seni nega bu uyga olib kelganini so'rashim kerak edi. Sanjarman. O, juda yaxshi. To'g'ri topding. Albatta, eng yaqin do'stlar. O, qaronik aqlinga balla. Hoy, Jin. Bu yerda yana bir qiz bor edi. U qachon qaytadi? Haligi qiz nima deyapsiz? O, Jin, rostini gapir. Yo'q, haligi sen hozir o'zingni fosh qilib qo'yding. Sen bizni aldading, shunday emasmi? Bu Tsuchinoko uchun ziyoratgoh bo'lishi kerak. Shunday emasmi? Ammo bu yigitga nima bo'lgan? Senga biror narsa kerakmi? Yo'q. Bu Tsuchinoko ziyoratgohi shundaymi? Ha. Noqulay ko'rinish uchun uzr. Men bu tuber bo'lishga harakat qilyapman. Mayli, qani kira qol.
Menga ko'rsatish yaxshi ekaniga ishonchingiz komilmi? Bu qimmatli emasmi? Arzimaydi. Men baribir bu narsadan pul ishlay olmayman. Men bu tober bo'lishni xohlayman. Buni kuta olmayman. Okarim bilan yana bu yerga qaytishim kerak. Suchinokomi? O'xshamas ekan. Gaplaringga qo'shilaman. Ushbu ziyoratgohda qolgan hujjatlarga ko'ra, osmonda ko'tarilgan ajdaho kamalakni tashlaydi. Tog'ning g'azabi esa qishloqni o'rab oladi. Bu hudud ulkan ilonga sig'inadi. Rivoyatlarga ko'ra, vulqonda yashovchi yirik ilon och qolganida vulqon otilib chiqarkan. O'shanda xalq qishloqdan bir bolani qurbon qilishadi. Ilonni ochligini qondirish uchun. Oxirgi 200 yil davomida vulqonni shunday tinchlantirishgan va shu tariqa qaynoq buloq ne'matidan ham sazovor bo'lishadi. Bu narsa katta ilon erigan paytdan boshlab paydo bo'lgan. Hozirda o'sha ilon terisini mustahkamlab, bu vulqonni otilishini oldini oladi. Suchinoko haqida nima deyish mumkin? Bir narsa deyish qiyin. Bu yerda ko'proq sayyohlar bo'lardi. Jilursan. Lekin senga o'xshagan odamlar ham bu yerga tez-tez tashrif buyurishadi. Bahaybat ilon haqidagi afsona bu insoniy gunohdir. Qo'rquv tufayli mantiqiy fikrlashdan mahrum bo'lgan odamlar. Insonlar bunga ishonib hatto bu ishni qilishadi. Va shunday qilib gunohlarni takrorlaymiz. Men doim bu yerga kelgan odamlarga bu haqida aytib beraman. Lekin men baribir bu tober bo'lishni xohlayman. Shoshma, nega bu voqeani internetga chiqarmaysan? Suchinoko yo'q edi. Okarim bundan juda ham xafa bo'ladi. Ammo bu yer eski va mahalliy xalq bo'lgani uchun bu unga yoqishi mumkin. Mayli. Xo'sh, bu ikki yigit qanday do'stlashyapti ekan? Men keldim. Xo'sh, arvohlar paydo bo'ldimi? Kelganingdan xursandmiz. Seni kutayotgandik. Endi esa bayramni boshlashimiz mumkin. Og'riyapti. Yaramas! Jinursan, boshim aylanyapti. O, yaxshi. Qimirlama qizaloq. Bo'lmasam yomon bo'ladi. Sanimi bashariyam qursan? Voy boshim. Mazza qilib uxlayotgan joyimda tinchimni buzding. Qaysi isqart bunday qilishi mumkin? Turbo buva, katta rahmat. Agar menga yordam bersangiz, sizdan minnatdor bo'lardim. O'lsam ham yordam bermayman. Xo'sh, bu bachchag'arlar kim? Men ham shuni bilmoqchiman. Tinchlan, qizaloq. Mendan uzoqroq tur, Iplos. Hoziroq bu yerdan ket. Hoziroq ket. Og'riyapti. Jiddiyimisiz? Jennifer Lopez Anaconda. Men oyijonim, oilamizda eng kuchlisi. Bu qiz o'zi kim bo'ldi?
U qandaydir g'alati kuch ishlatayotganga o'xshardi. Kim g'alati kuch ishlatyapti ekan, jodugar? U shunchaki qudratli qari xoch. Rostdan ham shunaqasi bormi? Sen uyingda bittasi bor edi. To'g'ri. Oyi, bunga qarang. Narsalar suzib yuribdi va gapiradigan mushuk ham bor. Nega bu xonada juda ham g'alati hid bor? Sassiq. Bu o'zi kim ekan, a? Uni ruhiy vositasi borga o'xshamaydi. Agar bayramimizga xalaqit bersangiz, demak bu qishloqni vayron qilish uchun kelgansiz. Men bu yerni avlodlar davomida himoya qilib kelganman. Bu yerni yo'q qilishingizga yo'l qo'ymaymiz. Ha? Birovni uyiga kirgansiz-ku va buyumlarni siz sindirdingiz va shunday deyapsizmi? Bu yerdan keting. Oy. Seningcha seni cho'milishingga kim javobgar edi? Issiq buloqni buzding-ku. Shuning uchun biz qurbonlik keltiramiz. 200 yil davomida buyuk ilonga qurbonlik keltirmagandik. Va sen tufayli vulqon otilishi saqlanishi ham mumkin. Va u bizga baraka beradi. Buyuk ilon bizga rahm shafqat qiladi. Agar biz Kit oilasi bu yerni boshqarmagan bo'lsak, bu qishloq hozirgacha mavjud bo'lmas edi. Bir soniya to'xtang, siz qurbonlik qilyapsizmi? Nima balo, karmisan? Bu joy asl qurbonlik joyi bo'lgan. Bu yerda insonlar doim qurbonlik qilingan. Zamon bilan uni ko'rinishi o'zgardi, lekin uy hali ham o'sha qurbonlar uchundir. Va biz Kit oilasi bu yerga har doim yangi qurbonlarni keltirib kelganmiz. Biz ularni buyuk ilonga taklif qilamiz. Bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun Jijini ota-onasi bizga omad kulib boqdi. Bizda aniq 3 kishi bor. Bizda takliflar deyarli kam qolgandi. Hozir bizni buyuk ilon juda ham och bo'lishi kerak. Bu yana nimasi bo'ldi? Bu yaxshi emas. Yer bizni yutib yuboryapti. Ahmoq, harakat qilsang-chi. Bu yerdan ketishimiz kerak. Meni yutib yuboraman deb o'ylaganmiding? Bu yerdan hech qachon o'tib keta olmaysan. Seni o'sha yerda qum yutib yuboradi va buyuk ilonga qurbonlik bo'lasan. Turbo buva nimadir qilish kerak, bu yomon. Tezroq pastga tushing. Ilonga qurbonlik bo'ling. Oyasi, bu yerga. Tezroq qo'limni ushla. Momo, ruhiy kuchini ishlatsanchi. Ikkingiz ham meni qutqaruvchimsiz, rahmat. O Karun, yaxshimisan? Negadir unchalik emas. Shoshma, jiddiymisiz-sizlar? Bu yerdan qanday qilib chiqamiz? Bu yerga o'zi nima bo'lgan? Nimaga yer ostida shuncha ko'p joy? Momo, Karun, yordam bersanglar-chi. Jiji, qayerdasan? Bu yerdaman. Jiji! Yordam! Senga yordam beraman. Buyuk ilon, kelganingizdan juda ham xursandmiz. Biz Kit oilasi sizga e'tiqod qilamiz. Qurbonlarimizni sovg'a sifatida oling. To'g'ri, bu sizni nonushtangiz.
yo'q iloji, uni birinchi marta ko'ryapman. Biz sizga bu uchtasini qurbonlik qilamiz. Iltimos ularni Kit oilasi a'zolari deb hisoblang. Men buni afsona deb yurardim. Bu shunchaki afsona emasmidi? Bu Kuragari. Kuragari nima deganingiz? Bu nima ekanligini bilasizmi? Bu mo'g'ullarning o'lim qurti. Bu ulkan odam yeyuvchi uma qurti Gobi cho'lida yashaydi. Lekin uni hikoyalarda ko'pi bilan 5 metr uzunlikda deb aytishgandi. Men hech ham bunday uzun qurtni ko'rmagan edim. Xo'sh, oxirgi 200 yil ichida bo'lsa, ular doim shu qurtga qurbonlik qilishganmi? Buyuk ilon, iltimos, bu uchtasini qurbonlik sifatida qabul qiling. Ho'y, kampir, meni eshityapsanmi? Bu sig'inadigan narsa emas, eshityapsanmi? U shunchaki odamxo'r qurt. Tinchlanning. Ularni yeb qo'ydi. Endi nima qilamiz? Bu narsani yengishning iloji yo'q. Bu albatta aniq yomon. Kel, hozircha bu yerda yashirinamiz. Biz bu yerda qo'l olmaymiz. Tezroq bo'lsanglar-chi. Bu narsa sizlarni ko'rib qolsa, Qo'y, nima bo'ldi?みんな行くぞ。荒ぶる大蛇伝説。木と女。仕掛けて存じなし。悪しき因習より生み出されし者。その名を次回ジャッシュ。